Kia Sorento avtomobili metan uстановка qilib berganmiz bu avtomobilimizda. Kia Sorento mordasi lekin derski ishlangan, uzoqdan qaragan vaqt ichi isting akkumulyatordan yo'ladi, akkumulya. Endi kamu как bilmadim, menga lekin обрисовкасы четко ishlangan lekin. Chiktirovning derski deymi, mana shunday ishlangan. Bu avtomobilimizda full komplektatsiyalarda metan uстановка qilib berdik. Sportiniy variantda dana injektorlar bilan hid chiqarmaslik uchun Fagini shlanka, italyanskiy AT12 reduktorlar bilan uстановка qildik. AT12 ni ot kuchi baland bo'ladi, motor 2 litrlik ob'em bo'ladi. Shuni hisobidan italyanskiy variantda uстановка qilib bering dedi. Atak eksen reduktor qo'ysak ham bo'ladi. Eksen reduktor bilan muammosiz yuritib beradi. Klientning xohishi endi nima deydi? Klient всегда прав deydi-ku, klientdan xohlasa shunga qarab biz uстановка qilib beraveramiz. Kompyuterlarga keladigan bo'lsak, Stack Kunex kompyuterlar bilan uстановка qilganmiz. Xudo xolasa mashinada ichki razgonda haydasam 5-chi benzin o'tirib berish ehtimoli bo'lmaydi. 100% gazning o'zida harakatlanadi. Uстановка jarayonini ko'rishingiz mumkin. Bolalar idealni qilib, hamma o'qidi, moshni qilib uстановка qilib berganlar. Bu avtomobilimizni balon qismini ham ko'rsatib o'taman. Sorento avtomobilimizning balon qismiga keladigan bo'lsak, 4 dan 37 lik bilan uстановка qilib berganmiz. Hali ish jarayoni davom ettiribdi. Turibgan ozgina kamchiliklar bor. Turibganlarni daqqandan xudo xolasa zapravka qilib kelsa, diagnostikalarni cho'tki qilib beramiz. Uстановкani ko'rishingiz mumkin. Bolalar moshinatik uстановка qilib berganlar. Hali kamchiliklar bor. Bola ozgina ko'tarilib qolibdi. Bularni to'g'rilab beramiz, xudo xolasa. 3 dan 30 lik qo'ysa bo'laradi. 3 dan 30 likni Kia Sorento minadigan odamlar biladi. 2 bo'lak kashiloku bo'ladi buni. Bir bo'lak kashiloku bu yerda, ikkinchi bo'lak kashiloku bu yerda bo'ladi. Ikkinchi bo'lak kashilokuni undan 3 dan 30 lik sig'aradi. 3 dan 30 likni yana qo'yib berib, bu yerda kashilokuni joyida qo'yib qo'ysa bo'laradi. Klientimiz ko'proq yurman dedi, 4 dan 30 lik bilan qo'yib bering dedi. Shuni hisobidan 2 kashilok ham olib tashlandi, polnisti 4 balon sig'ib turaveradi. Ustuna bir iminni apshib kezib turib xudo xolasa moshina cho'tkolik turaveradi. Oshgan vaqtda gaz balonlar ham ko'rinmaydi. Xullas, narx-navolar bo'yicha pastda telefon nomeri qoldiramiz. Bu avtomobilimiz 4 dan 37 lik bilan xudo xolasa shaharning ichida 250 km bemalol plus minusi bilan yurib boradi. 4 dan 30 likimiz 120 lik oladi, premiumni 120-110 ming so'm bilan zapravka bo'ladi bengilda.